Bugun erkak trenerlarimizni oyoq va bel mashqlari bilan qiynaymiz. Ham ayollarga ham erkaklarga tavsiya beraman. Gapiramiz. Testosteron ayollarni yosh ushlaydi. Bu prosta aytishadi, men mif deb hisoblayman. Ayollar обязательно soat 10 dan keyin uxlash kerak. Qaysi kreatin именно отек yig'maydi, suv yig'maydi? Mana gidrat. Men uraman deb aytmayman kameraga. Protein zarar ichmayman. Восстановление у тебя нормальное. Нормально, если сон хороший. Bittasini tanlaysiz. Верхний так уж сильно работает. Hozirmi? Ne, ertaga, конечно, hozir. Trenirovkani stanovoy trenirovkadan boshlaymiz. Afzal aka, sportga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Sabab otam bo'lgan. Shu yoshligimdan sportga qiziqtirganman. Birinchi sportim shu karatedan boshlaganman. Keyin Keyin suzish, keyin kurash, keyin mana fitnessga nihoyat keldik. necha yildan beri sportdasiz? 15 yildan. Tosh sohasida 6 yildan. O'n uch yoshimdan beri shug'ullanaman sport bilan. Jiu-jitsu, volni. Hozir ham jiu-jitsu bilan davom ettiraman shug'ullanishni. Stanovoy qilishda qanaqa texnikalar bor? Главныйsi oyoq kiyim yumshoq bo'lishi kerak emas, shop-stop o'ynamaslik uchun. Belni to'g'ri ushlash kerak. Yoshligimizdan beri sportdamiz. 4 yil aikido bilan shug'ullanganmiz. Keyin 8 yil erkin kurash bilan hozir bodybuilding bilan shug'ullanyapmiz. Og'ir vazn bilan ishlash qanaqa natijalar beradi? Og'ir vazn bilan ishlash kaloriyani sarflaydi. Ya'ni, значит, kaloriya sarflasa, ozmoqchi bo'lganlarga ham silovoy og'ir ishlash kerak. Natija ozadi, xudo xolasa, defitsit kaloriya qilsa. Afzal aka, buni taqishdan nima foyda? Например, belida kuchi bor-da. Belida kuchi bor, lekin qo'llari barmoq toyib ketyapti. Shu payt lamkani kiysa odam maksimal vesiga chiqadi. Og'ir vaznda bemalol ishla Og'ir oladi. vaznga chiqa oladi, predelni maksimum. Например, lamkasiz 100 ga chiqsa, lamka bilan 140-150 ga chiqa oladi. Belda uchun kuchi bor-da, barmoq toyib ketadi lamkasiz. Поэтому lamka yordam beradi. Novichoklar kelyapti, sizni ko'rib, mishsalaringizni ko'rib, sizga o'xshagisi keladi. Masalan, siz shunaqa mishsaga, fizический ko'rinishga qanchada erishgansiz? Biz bunaqa fizik formaga yoshlikdan beri harakat qilib kelganmiz. Lekin har doim bitta narsani takrorlayman, hammaga ham bunaqa katta mishsalar kerak emas. Biz shu kasbda ishlaganimiz uchun shunaqa kattaroq mishsaga harakat qilamiz. Главныйsi sog'lom bo'lsa, qon aylantirsa, bu misol uchun hammaga ham katta mishsa nima kerak emas deyman, chunki buni pitaniyasi unisi og'irda. O'shaning uchun kelib o'zini sog'lig'i uchun shug'ullanib ketsa ham yaxshi bo'ladi. Kelsa oldingizga qancha vaqtda erishishi mumkin shunaqa ko'rish? Endi kelib turib, agar biz aytganimizni qilib, to'g'ri diyetalar qilib turib, hamma trenirovkalarni qoldirmasa, 3 oylarda o'zi zo'r rezultatga erishsa bo'ladi. 3 oyda sizga o'xshab shunaqa ko'rinishda qilib bo'ladimi? Aslo yo'q. Stanovoy упражненияni belvoqsiz qildinglar nimaga? Chunki biz bu stanovoy mashqini texnikasini bilamiz. O'sha uchun belbog'siz ishladik. Yangi kelganlarga bu narsani tavsiya qilmaymiz. Eng yaxshisi belbog' bilan qilganlar yaxshi. Misol Kamol akam holatiga keladigan bo'lsak, maksimal taglari ko'rinib turmanda men, как trener mutaxassis, o'n 220-230 qiladi bir martaga. Misol predelni maksimum qilganda shunda kamar kiyiladi. Har safar kamar kiyaversangiz, odamning o'zida ham kamar bo'lar ekan. Он, оказывается, если расслабиться, и потом можно karkasingiz bo'lar ekanda odamda. Shu karkas qachon kiyiladi, qachon shu maksimumga chiqqaningizda. Hozir bularga 180 maksimum emas, значит. Поэтому kiymadik. Ayollargacha? Ayollarga, например, sizning holatingizda
90gacha kiymaysiz. 90dan baland, siz rekordi 150, naskолько я знаю. 150 уже kiyasiz. 130. 130. Kamar kiyasiz o'shanda. Да. 90-80da mani maslahat, mani fikrim kiymaysiz. И kiymayman. Shu karkassiz bo'shab qolmasin uchun. Keyingi упражнениямizda gakda priset bo'ladi. Qaysi mushakka foydasi bor? Gak trenajyorimiz ham ayollarga ham erkaklarga tavsiya beraman. Большой ягодица, передняя поверхность бедра и задняя поверхность бедраga целевой mышцalari shu joylarga beradi. Har xil prisedaniya bilan ishlasak bo'ladi. Har xil bizdan ishlasak bo'ladi. Даже butonga qarab qilsak ham bo'ladi. Universalniy gakda bu. Da. Erkaklar ko'pincha oyoqni ishlashdan qochadi, to'g'rimi? Oyoq trenirovkasidan qochadi. Siz nima deysiz unga? Yo'q, naborot. Bizani organizmni 60-70%ni oyoq sostavlat qiladi. Katta mishtalarda. O'shaning uchun oyoqni bosib ishlash kerak. O'zingiz haftasiga necha marta trenirovka qilasiz oyoqni? 2 marta. Necha kilogram hozir? Hozir bu yerda 80 kiloda. 80 kilo. Necha kilo maksimum ayting? Necha kilogacha? 400. Ko'pchilik novichoklar oyoqqa trenirovka qilgandan keyin жалуются qiladi og'riqqa. Bunga nima deysiz? Qarang, ikki xil joyda tushunib turaman. Ikki xil og'riq bor-da. Misol qaqshab og'riydigan og'riq bor и как yoqimli og'riq bo'ladi. Ertasi kuniga yoqimli og'riq bo'lsa, значит, trenirovkangiz to'g'ri ketyapti. Agar qaqshab og'riydigan bo'lsa, значит, qattiq nagruzkani ko'proq qildingiz, уже o'sish ham ehtimoli foizi kamayadi. Значит, lегкий og'riq bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'lasiz shunda. Sizni sportingizda oyoqqa trenirovka qilish qanchalik foydasi bor? Katta foydasi bor. Bizning sportda grappling, brazilskiy jiu-jitsu eng katta yordam beradigan mashq bu oyoq, bel. Shu foydali. Novichoklarga masalan necha kilogramdan boshlashni 10 tavsiya kilogramdan qilasiz? tavsiya qilaman boshlashni. Chunki katta vес qo'yib oyoq og'rib yurgandan ko'ra kichkina vesdan boshlab oyoqni kuchaytirgan yaxshi. Ayollarga mana shu trenajyorda nimaga tavsiya berasiz trenirovka qilish? Hozirgi ayollarda ko'pchilikda oyoqda sellyulit bor. O'sha uchun o'sha sellyulit yo'qotish uchun ko'proq ishlashni tavsiya qilaman. Masalan, agar oyoqda varikoz bo'lsa-chi? Yengil vesda ishlagan yaxshi. No, unga foydasi bormi? Bor foydasi. Oyoqda ishlash hamma narsaga foydasi bor. Ayniqsa erkaklarga testosteron ko'paytiradi. Ko'pchilik aytadi, oyoq ishlasa testosteronni ko'paytiradi. Buni mifmi yoki rostdan ham shunaqami? Men bu narsani o'qib ko'rdim yaqinda, bir hafta oldin. Mani gapim emas. Oyoq kuni testosteron oshar ekan. No, akasi vaqtinchalik. Например, oshdi, o'sha turolmaydi. Tushundingiz-a? Misol 50-60 ga chiqdi oyoq kuni, грубо говоря. U turolmaydi o'sha balandlikda. Bir kundan keyin o'tadi shu bir sutkada. Это же не экзогенный гормон. Экзогенный гормон ushlab turishi mumkin. Какие-то БАДы ushlab turishi mumkin. Bu trenirovka как oshiradi, vaqtinchalik effekt beradi. Shunaqa yozilganda kitobida. Может, кто-то там в другом месте по-другому прочитал. Идем? Не, идем, у меня вообще qiziq вопрос есть. Testosteron ayollarga kerakmi? Qanaqadir qismda kerak. Nimaga? Чтобы тренировка payti qanaqadir adrenalin bo'lishi uchun. Va Ayniqsa grappling jiu-jitsuda kerak bo'ladi bu narsa. testosteron ayollarni yosh ushlaydi. Вот это вы забываете. Давай я тебе этот вопрос задам. Давай. Testosteron ayollarga kerakmi? Обязательно, особенно после 35. 35 yoshdan keyin testosteron Nimaga? ayollarga normada bo'lishi kerak, чтобы o'zini yosh his qilishi uchun, telasi упругий bo'lishi uchun, настроенияsi ko'tarilgan bo'lishi uchun, keyin energiya beradi. Обязательно. Men video tushirib qo'yaveray.
Мы farmu осуждаем, мы про farmu сейчас не говорим. Hozir biza naturalniy, gormonalniy fon to'g'risida gapiryapmiz. Testosteron, estrogen ayollarda ham, erkaklarda ham hammasida normada bo'lishi shart. Keyingi упражнениямиz giperekstenziya bo'ladi. Ketdik. Вот на это сейчас много сейчас вопросов. Да. Это для чего? Что можно там лечить, вот это все? Bu упражнение nimaga foydasi bor? Hozirmi? Hozirmi? Ne, ertaga, конечно, hozir. Grizani yo'qotishga eng avvalambor. Bel korsetini более такой mustahkam qilish uchun. Kelgan ayollarda giperlardoz degan narsa ko'p, hozir erkaklarda ham ko'p. Ha, вот o'shanga ham yordami bor, katta foydasi bor. O'zimni opitimda ham kelib chiqib aytaman. Afzal, giperlardoz nima u? Shuni tushuntirib bering hozir. Giperlardoz bel qismida progib bo'ladi-da. Giper o'zi so'zdan inglizchalab olinganda giper degani bukilgan, ekstremalni bukilgan. O'sha ekstremalni progib bo'lsa, это тоже ненормально. Uni ham lechit qilish kerak. Скажем, mana shu mashq bilan to'g'ri texnika bilan butun belni bukish kerak emas. Например, как ягодица ishlagan o'zingiz bilasiz-ku. Можно на ягодице работать, можно на спину работать. Как ягодица ishlaganni, kimda lordoz bo'lsa, как ягодица ishlaganni qilish kerak. Bu yana pressga ham foydasi bor, to'g'rimi? Mishsa ko'riga bunday foydasi bor. Ko'pchilik hozir kompyuterda yoki gadjetlarda o'tirishadi, to'g'rimi? Ularni osankasiga qanaqa foyda olib keladi deb maslahat berasiz? Osankasini, mishsa ko'rasini. Ofisni ishchilarga, kompyuter o'tirib ishchilarga, turib oyoqda ishlaydiganlarga juda katta foydasi bor mana shu mashqqa. Tavsiya beraman. O'zingiz necha marta qilasiz haftasiga? Haftasiga 2-3 marta, 15 martadan 3-4 podxod. И novichoklarga обязательно, to'g'rimi? Novichoklarga ham haftaga 1-2 marta. Trener nazoratida. Yangi boshlagan novichoklarga ves bilan tavsiya berasizmi yo vessizmi? O'zini vaznini qilsin. Yangi novichoklarga. Bez ves, bez vazn. Bitta savolim bor. Qilishingizdan oldin. Ko'pchilik именно mana shu giperlardoz bo'yicha belim og'riydi deb keladi, to'g'rimi? Shunda siz nima tavsiya berasiz birinchi bo'lib? Giperlardozda biz tavsiya qiladigan narsamiz birinchi turnik o'zini vesi bilan gipereksenziyada ishlatamiz, keyin o'zimizning trenajyorlar bor, imенно shunga moslashgan, o'shalarda ishlab birinchi обработка qilib, keyin уже sekin silovga o'tamiz. Hozir mana Jasur ishlayaptilar. Qatlarga именно hozir ishlayaptilar. Квадратная мышца поясницы, большой ягодицы и мышцы хамстринга. То есть задний orqa taraf. Задний поверхность бедра. Да. Oyoqni orqa qismiga beryapti. Значит, bu masalan ayollarda ko'pincha sellulit bo'ladi. To'g'rimi? Sellulitga yaxshi. Sellyulitga sababchi mashq, avvalambor yana o'sha defitsit kaloriyaga qaytib kelyapmiz. Da. У меня вопрос. Ko'pchilik erkaklar masalan tepa qismini, tanasini tepa qismini trenirovka qiladi, oyog'iga trenirovka qilmaydi. Chunki ko'pchilik oyoq ishlashni ham ko'radi. Ularga muhim qo'l yelka katta bo'lishi. Agar shunaqa tepani o'zini постоянно trenirovka qilsa, oyog'iga trenirovka qilmasa nima bo'ladi? Xunuk bo'lib qoladi. Aslida qanday aytsam, video xunuk bo'lib qoladi. Oyoq zubachisiga bo'lib. Beldan tepasi agar katta bo'lsa xunuk ko'rinadi. И, конечно, disbalansga olib keladi. Disbalans. Erkak kishining ko'tarib turgan narsa oyoq bilan bel. Mana biz bir haftada 1 marta, maksimal 2 marta oyoq ishlaymiz. Lekin men ko'p kuzataman, именно siz kamiga bir haftada 5 marta, 4 marta oyoq ishlaysiz. Qanaqa восстановление qilasiz? Nechta упражнение qilasiz va men hayron qolaman, chunki biz bitta ishlaymiz-da, keyin u tiklanishimizga uzoq vaqt ketadi. Aslida tez ishlaysizlar. Nimada sekret? Sekret bu yaxshi uyqu, magniy B6, yaxshi ovqatlanish, kechqurun uxlashdan oldin tvorog, asab o'ynaydigan narsalarni olib qo'yish kerak. Men o'ylaymanki, agar inson o'zini 5 ta упражнениyaga o'rgatsa,
o'shanga o'rganadi. Agar ikkita упражнениеga o'rgatsangiz, ikkita упражнениеga o'rganadi inson. U sizni miyangizga bog'liq. Qanaqa kontrolировать qilasiz o'zingizni? Siz nechta упражнение qilasiz bitta oyga ishlaganda? 6 ta 7 ta. Siz yana ertasi kuni ham qila olasiz, shunaqa Da. qilsangiz. Shuning uchun ayol kishi oyoq kuchliroq bo'ladi. Конечно. Keyingi упражнениямыз setdan iborat bo'ladi. Orqa chastiga ishlaymiz oyoqni и передний chastiga ishlaymiz. Ketdik. Trenirovkadan keyin восстановлениeni qanaqa qilasiz? O'z vaqtida ovqat yeb, yetarlicha oqsil. Shu 1 kilo vazn 2 gram oqsil. Yetarlicha uyqu. Yetarlicha uyqu sizda qancha masalan? Necha soat? 7-8 soat. 7-8 soat. Ayollarda qancha deb o'ylaysiz? Ayollarda ko'proq. Tamom 9-10 soat ayollarga. Kunduz kuni uxlashga nima deysiz? Agar kechki uyqu 5-6 soat bo'lib qolgan bo'lsa, 1 soat peshindan keyin uxlab olsin. Foydasi bormi? Foydasi bor. Agar masalan ko'pincha kechqurun uxlashmaydi-da, gadjetda o'tirishadi yoki kompyuterda o'tirishadi-da, keyin kunduz kuni uxlab olaman deydi. Kechqurun uxlamasdan kunduz kuni uxlaganni uyquni farqi bormi? Farqi bor. Agar sizning xonangiz yop-yorug' bo'lsa, vasnangiz bo'lmaysiz umuman. Обязательно agar kechqurun siz rejimingiz kechqurun uxlamaysiz, kunduz uxlaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, xonangizni albatta parda bilan yopib, qop-qorong'i qilib, xona haroratini 22 gradus qo'yib turib, konditsioner orqali bitishgan farqi yo'q. Agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, tengma-teng vasnangiz bo'lasiz. Ko'pincha aytishadi, kechqurungi uyqu gormonlarga ta'sir qiladi deyishadi. Gormonga deb ta'sir qilishadi deb qaysini aytishadi. Undan keyin somatropin gormoni ishlab chiqaradi, ya'ni gormon ro'sti. Lekin bu tasdiqlanmagan fakt. Bu prosta aytishadi, men mif deb hisoblayman, chunki har bitta odamning organizmi har xil nastroy bo'ladi. Masalan, logistiklar bor, ular kechasi bilan ishlaydi, ertalab uxlaydi. Organizm ham shunga приспосабливаться qilib turib, o'sha o'zini vaqtida uxlaganida, tinchlanganida gormon ishlab chiqaraveradi. 10da, 11da, 12da hammada har xil ishlab chiqariladi deb o'ylayman men. Значит, kechqurun agar uyqusizlik bo'lsa, u normalniy. Kech payt uyqusizlik bo'lsa, главныйsi o'sha 24 soat davomida 7-8 soat uyqusi bo'lsa bo'ldi. Qachon qanaqa organizm o'zini nastroy qilib oladi o'zini o'zi. Ayollarniki ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Da. Yo'q. Ayollarniki unaqa emas, chunki ayollarga uyqu обязательно kerak soat 10dan keyin. Agar qarimayman, yuzimga ajin tushmasin, terim har doim svejiy ko'rinsin deydigan ayollar обязательно soat 10dan keyin uxlash kerak. Qo'shimcha informatsiya uchun rahmat. Arzimaydi. Afzal, hozir nimaga ishladingiz? Hamstring mushagiga. Oyoqning orqa qismiga. Bu qanaqa foydasi bor oyoqga? Orqa zanjir degan zadniy tsepga полный foydasi bor. Shu eski mavzuga qaytamiz. O'tirib ishchilar, o'tirib ish qiladiganlarga ham turib ish qiladiganlarga foydasi juda katta. Chunki постоянно oldi qismi ishlanadi oyoqni, to'g'rimi? Да. Задний работает. И dangasi olib qoladi. Shuning evaziga bu mashq qilishimiz kerak. И, конечно, bu ayollar ham mana ko'pincha жалуются qilishadi. Ягодица qismini ko'rinishiga. Bu обязательно ayollarga estetikniy ko'rinishi uchun ягодицani eng kerakli mashq hisoblanadi. Ravshan, o'zingiz mana barda ishlaysiz, to'g'rimi? И shuncha mana bu правильный спортивный питаниyalar bo'yicha, to'g'rimi? Kreatin o'zingiz ichasizmi? Обязательно. И qanaqa foydasi bor kreatinni? Xo'p. Основной mishchalarga suv beradi, kuch beradi. Go'shtlarning o'sishiga yaxshi yordam beradi. Muskullar. Muskullar. И qanaqa именно mana bu hozir ko'pincha ayollar zakaz beradi. Kreatin, to'g'rimi? Qaysi kreatin именно отек yig'maydi, suv yig'maydi? Mana gidrat. Ko'p doktorlar chiqqan hozir, 15 tagan doktorlar trenirovka qilmaylar. Fizический нагрузка kerak emas, восстановление yo'q, kerak. Fizioterapiya birinchi o'rinda. Trenirovka qilish kerak oyoqni восстановить qilish uchun. Lekin bizada ko'pchilik odamlar doktorlarning gapiga quloq solib 10 million, 15 millionga dorilar olishadi. Oddiy zalga 800 ming, 1 million to'lab, trenerga to'lab chiqish kelishmaydi.
Bizning Fitch'da bizning eng zo'r trenerimiz bor, Orzuxon. Eri rashk qilmasa bo'ladi, chunki ayol kishi trener. O'zi jenskiy vaqt bor, kelib 12 dan 2 gacha kelib bemalol shug'ullanib ketsa bo'ladi. Umuman erkak kishi bo'lmaydi, o'zlari bemalol shug'ullanib, xolaganda mazza qilib, baqir-chaqir qilib ketishadi. Savol, masalan, ko'pchilik ayollarimizni zalga eri ruxsat bermaydi. Uyda trenirovka qilgan, zalda erkaklar bo'lishi mumkin. Shunaqa sразу maslahat bermoqchiman. Fitch'ga qo'l zalga kelinglar. Bizda belni ayollarga ham zal bor. Misol shunchalar uyalayotgan bo'lsa, o'zingiz rolingizda kirib, misol tunov qildirasiz. Biz Fitch'ga qo'limizda hamma sharoit bor. Shuna uni для всех людей с разными капризами biz sharoit qilamiz. Bizda haftada 2 marta, chorshanba, juma kuni soat 12 dan 2gacha erkaklar bo'lmaydi butun zalda. Nikohda trenerlar xonaga kirib ketadi. Erkaklarni soat 12 da haydaymiz butun zaldan. Keyingi упражнениямizda передний часть bedraga ishlaymiz, oldingi kvadritsepsga ishlaymiz. Bu gak trenajyorimizda главный texnikasi o'sha oyoqlar yelka kengligida ochiladi. Bitta narsa bor, bu oxirigacha o'tirish kerak. O'rtacha chala narsalar qilish kerak emas. O'shanda oyoq yaxshi rivojlanadi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa qilish. Maksimal to'g'ri. Turdik, nafas oldik. Nafas olib o'tiramiz, turayotganda chiqaramiz. Ya'ni mana bunaqa. Когда ты начала работать тренером? Или когда ты начала вообще заниматься спортом? Ну, я в спорте была с детства. В спорте с детства была. Но именно качкой я год назад начала. То есть ты начала тренироваться с машинами, да, с весами? Да. И сколько килограмм у тебя вот сейчас, сколько килограмм поднимаешь, когда приседаешь? Перед сушкой я вот присед поднимала 90, 100 на 6 повторений, 5 повторений. Какие эффекты у тебя? Хорошие эффекты. Результаты Отличные хорошие. результаты, да, конечно, советую всем. Приходите. Вот. День ног. И сколько раз в неделю ты тренируешь? На ноги 2 раза. 2 раза. Восстановление у тебя нормальное? Нормально, если сон хороший. Sportda hozir уже 17 yil bo'ladi. Именно fitnessda ishlayotganimga, o'zimni opitimda ham kelib chiqqanda, farzandli bo'lganimda ham, farzandimdan keyin gormonal narушение bu hamma ayollarda bo'ladi. Uyqu bu самый kerakli narsa. Uyqu, питание и тренировка. O'ziga восстановление bo'lishi uchun. Roshan, Nabi. proteinni trenirovkadan oldin ichish kerakmi, trenirovkadan keyinmi? Keyin. Genetika oyoq mashqlariga ta'sir qiladimi? Unda genetический bir xillar oyog'i qalin bo'ladi, ularga osonroq bo'ladi oyoqni formasini chiqarish. Bir xillar genetический oyog'i ozg'in bo'ladi, ularda ancha mehnat talab qilinadi, lekin genetikani o'zgartirsa bo'ladi mehnat orqali. Protein nimaga kerak? Protein zarar ichmaylar. Protein zarar dedilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Tabiiy mahsulot protein. Oqsil kukuni. Agar hammasi me'yor desa, zarari yo'q uni. Уже ko'p tadqiqotlar bo'lgan, ham doktorlar, ham trenerlar, ham ekspert doktorlar, professional trenerlar ular tavsiya beryapti, что zarari yo'q. Bemalol ichaveringlar. Instruksiyasiga qarab albatta. Hozir trenerlarimiz bilan o'yin o'ynaymiz. Bittadan karta tanlashligisi kerak. Qani tanlaylar. Bittasini olish kerak. Da, bittasini tanlaysiz. O'qiymiz. Qani omad, topshiriq yo'q ekan.
Ну-ка. 1 daqiqa planka. 1 daqiqa planka. O'zlari boya plankaga turg'iztirmoqchi edi. Trener shunday ular qiladimi yo men qilaman? Siz qilasiz. Следующий тренер. Болгарский путешествие. 15 marta turnikda tortiling. Oxirida yangi boshlovchilarga bitta maslahat bering. 1. Молодец. Birinchi kelganda yaxshi trenerga uchrash kerak va yaxshi razmika qilish kerak. Yaxshi razmikadan keyin full body qilish kerak. Ya'ni har bitta muskulga sekin kichkina nagruzkada ishlab chiqarish kerak. И turnik birinchi podxodga zo'r bo'ladi. Sevimli trenajyoringizni 30 soniyada tanishtiring va u kimlar uchun foydali ekanini ayting. Qaysi sevimli trenajyoringiz? Tetyaga. Tetyaga. Ya'ni tortish. Ham ayollarga ham erkaklarga tavsiya beraman. Umurtqa mushaklarini, shu spina mushaklarini mustahkamlab, baqatlashtirib beradi, osankani to'g'rilaydi. Ham ayollar ham erkaklar qilsa bo'ladi. Sevimli mashqlarimdan biri shu. Maqsadim shular, shirachashi. Trapetsiya o'rtasi. Ozgina biceps bo'lishi mumkin. Yigirmata bolgarskiy выпады qilamiz. 1, 2, 3, 4. Болгарский выпады, главное осанка и амплитуданы ushlash kerak именно oyoqda. Ну, конечно, расположение ног тоже ставится, смотря куда мы работаем. Если вы хотите на заднюю часть ног работать, то ставите ногу подальше и глубже. При этом у нас подключается задняя часть бедра и ягодичная мышца, именно нижняя. Верхняя не так уж сильно работает. Встаем медленно, спускаемся такими медленно. Что ты смотришь? Я не смотрел, я ноги поправил. Yoningizdagi trener siz uchun bitta mashq tanlaydi va nima uchun aynan shu mashqni tanlaganini tushuntiradi. Delta, delta, давайте. Maqtini mashqini ko'rsatib beraman. Yelkaga. Neytral holatda sekin yonga, orqaga emas, sal oldirib. Разведение ganteli, ya'ni joy darajasiga mashqi yelkani o'rta qismiga beradi. O'sha odam klientlar ko'pchilik erkaklar xohlayotgan 3D deltani chiqazib beradigan mashq shu bo'ladi. Lekin ayollar ham xohlashyapti hozir. Ayollar ham shu B figura xohlayaptilar hammasi. Sredniy deltaga ishlash kerak ko'proq. Как раз shu mashq maqsadim shular sredniy deltaga beradi. 15 martadan 3-4 podxod yelka kuni ishlaylar. Albatta nagruzka progressiv bo'lsin. Chunki yelkaga ishlagan bu vizualnida ko'rinishi chiroyli qilib uchburchak qilib beradi. 30 sekundda Fit-City'ni ta'riflab bering. Xudo xolasa Fit-City'da xalq tengi abonementimiz konkurentno способный odamlar ola oladi. Sredniy sloy nasleniyaga как раз mo'ljallangan. Oxirgi trenajyorlar bilan jihozlangan bizning zalimiz. Trenerlarimiz top bodybuilderlar hamma biladi, buni maqtanish aytish shart emas. Hammasi o'zini kasbini mutaxassisi, barmenlarimiz ham misol hammasi tajribali. Tim bo'lib hozir 50% Sunrise abonemiz skidka ketyapti. Sotib olishga ulguringlar. Bittasini tortishingiz kerak, ikkinchisini. Cho'tam 20 ta o'tirib turish. Ikkinchisini nega o'qib bering? O'zingizni yoqtirmaydigan mashqni 15 marta bajaring va nima uchun yoqtirmasligingizni ayting. Bo'ldi, mamnun qoldirdingiz. Что ты не любишь делать? Popani kachat qilishni ko'raman. Qancha chiqib bo'ldingiz, Naryoda?
Ладно, давай приседания, приседай, да, 20 приседаний сделай. Тур. 5. Bugungi trenirovkamizni tugatdik. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha